Keyingi agregatimiz kultivator 76 ga. Ilhom akamizga Umidxon baxt istiqboli fermer xo'jaligiga sadoqatga berib yuboryapmiz. 76 yakka qator qo'sh qatorga bemalol tushadi. Kachalkalik, ligrovka bo'ladi. Hamma razmerga g'ildiraklari ham 20 sm ga vintovoydan tushib chiqadi. Mana bu zashtalari ko'chat kichkina mahalda ekinni himoya qiladi. Lapkalari ham risordan bo'lgan, naranlilari ham risordan bo'lgan, stogalari palovosdan bo'lgan, g'ildiraklari ham po'latdan bo'lgan, qattiq stal 45 dan. Bu vintovoyimiz mana 20 sm ga shu yerdan tushib chiqadi. Bu yerda rezba bor ichida. Prujinalari bor kachalkasiga. 20 sm ga prujinamiz o'ynaydi. Butun respublika bo'yicha dastavkamiz mavjud. Narxlariga kelsak 65 million so'm qilib beryapmiz shu kunda dastavkasi ichida. Dori soladigan suz bankalari ham hamma joyi temirdan bo'lgan, dozatorlargacha. Dozatori ham yaxshisidan qo'yilgan. Soz holatda shunday borib dalaga tushib ketadigan holatga olib qo'yganmiz. Qo'shimcha uni agatlari mana ochilib yopiladigan. Yana qolgan mana dori solingan sachnilari mana 8 ta. Ular ham shunday naranlilari risordan bo'lgan. Kerak emas mahalda ikkita bo'yidan xomutda, bu yerdan ikkita xomutda olib qo'ysa, dori solingan olib kultivatorni o'zini ishlasa bo'ladi. Buni umumiy og'irligi degan joyiga 850 kg bo'lgan og'irligi. MTZ 80, LS100, TD5, Logol 11 hammasi tortaveradi. Kimga kerak bo'lsa, manzillarimiz Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa tumani. Telefon nomerlarimiz 97 570 17 77. 76 yakka qator qo'sh qatorga tushadi. G'ildiraklari ham hamma joyi talatnistalik. Как zavodda bo'lgan mana. G'ildirada ham talatnista bor. Kachalkada ham talatnista bor. Mana uzunligi, o'q uzunligi 30 sm. Bu joyda 6 sm dan futurga bor. 5 yilda bir futurga almashadi. Bu joyda yonbosh bolti bor, sabab seksiyani u yon bu yonga ketib qolmasligini ushlab turish uchun bu narsa. Bu futurgamiz ham mana. Yonbosh boltimiz ham. Ramalarimiz 12 ga 12 8 tenkalik profildan bo'lgan. Rossiyskiy M3 dan. Kimga kerak bo'lsa, tayyorlab yetib berilaveradi.